Allohni tanishlik bizning hayotimizdagi eng asosiy maqsad ekan. Ya'ni insoniyat mana shu uchun yaralgan. Payg'ambarlar ayni mana shu maqsadda yuborilgan. Kitoblar shuning uchun tushgan. Xosatan Qur'on Allohni tanitadigan kitob hisoblanadi. To'g'ridan to'g'ri Alloh taolaning ism-sifatlari orqali tanitadi. Alloh taolaning buyruq qaytariqlari orqali nimani yaxshi ko'radi-yu, nimani yomon ko'radi. Va qissalari orqali Alloh taolaning fe'li, ya'ni avvalgi qavmlarda kofirlar bilan qanday muomala qilgan va mo'min bandalari bilan, taqvodor bandalar bilan qanday muomala qiladi, ularga bo'lgan bashoratlarini bayon qiladi. Ya'ni umumiy aytganda Qur'on bizga Alloh subhanahu va taolani tanitadi. Qur'on o'qishlikda asosiy maqsad demak o'zi Alloh tanish va xosatan Alloh taolani yaxshiroq tanishimizga bizga yordam beradigan narsa Alloh taolaning ism-sifatlari. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda marhamat qilib aytadilarki: "Inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah." Alloh taoloning 99 ta ismi bor, bir kam 100 ta. Kim ularni ihso qilsa jannatga kiradi. Ihso qilsa degani ularni sanab hisoblab chiqsa, bu ismlarning ma'nolarini o'rganish. Har bitta ismi nima ma'noni bildiradi va nima ma'nolarga dalolat qiladi. Va mana shu ismlar bilan Allohga ibodat qilish. Eng asosiy nuqtasi mana shu.